Assalomu alaykum, mani yaxshilarim. Sizlarni shu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh bu videoni shunaqa tabiat qo'ynida sizlar bilan ko'proq muloqotda bo'lib olgim kelyapti. Yaqindagina sherikchilikdan chiqdim. Bilasizlar, Nilufar prodyuser marketolog PM'im bor edi komandamda va biz u bilan yo'l boshlaganimizda niyat qilgan edik, birga katta kompaniya quramiz, birgalikda birga ishlaymiz va katta yutuqlarga erishamiz, natija qilamiz degan edik. Lekin afsuski, yo'limiz shu joyigacha ekan. Ko'p narsaga erishdik, birga yonimizda yelkama-yelka turdik va juda ham bir-birimizdan ko'p narsa o'rgandik. Lekin o'sha xayrlashuvdan keyin o'zimga chiqazgan xulosalarim bo'ldi va shu bir nechta xulosalarim bilan sizlarga ham bo'lishsam foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi baribir ham yangi ish boshlayotganlar ko'p yoki bo'lmasam sherik olmoqchi, lekin qanaqa sherik tanlashni bilmayotganlar ko'p. Umrim bo'yi juda ko'p sheriklar bilan ishlab ko'rganman. Sherikchilikda o'shaning uchun ham anchagina tajriba yig'dim. Hozirgisidan ham qanaqa xulosalarga ega bo'lganimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Telefonimga ora-orada qarab turaman, chunki yozib olganman o'zimga. Hattoki post chiqazdim shu haqida. Endi mana sizlarga chuqurroq YouTube'ga video olib aytib bermoqchiman. Xo'p, birinchi navbatda biza sherik olishdan oldin qisqacha tushuntirib beraman. Sherik ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi holatda siz ham, u sherik ham teng huquqli bo'ladi. Pul bir xil tikiladi. Misol uchun 50% siz, 50% sherigingiz tikadi va birga ishlaysizlar, birga mas'uliyat ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa ishlash hajmi ham shunaqa bo'ladi. Unda natijada ham 50% siz olasiz, 50% daromadni sherigingiz oladi. Yoki ikkinchi xil sherikchilik bor. Bu yerda bir inson polностью pul tikadi, ikkinchi inson polностью ish qiladi. Moliyaviy tomonlama qanaqadir bir risklarni ham o'sha faqatgina bir tomon o'zini bo'yniga oladi. Shunaqa sherikchiliklar ham bor. Men unaqasida ham ishlab ko'rganman, bunaqasida ham ishlab ko'rganman. Mana oxirgi Nilufar bilan sherikchiligimiz aynan shunaqa sherikchilik edi. Moliyaviy taraflari, risklari men tomonidan, auditoriya, produkt men tomonidan, umumiy operatsionkani olib borish va o'stirish, strategiya qilish, prodyusировать qilish u tomondan edi. Shunaqa sherikchilikda ishlaganmiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zim o'ylaymanki, sherik olishdan oldin inson o'zini yaxshilab tahlil qilish kerak. Asli unga o'zi kim kerakligini o'shandan keyin faqat tushuna oladi. O'zini kuchli tomonlarini yozib chiqish kerak va kuchli tomonlarini yozganidan keyin o'zini zaif tomonlarini ham yozib chiqish kerak. Ana o'sha zaif tomonlari boshqa bir insonni kuchli tomonlari bo'lgan insonni sherik qilib olish kerak. Bizning holatda biz test yechganmiz. Afsuski, anchadan keyin test yechdik. Nilufar ham biznesda o'zi har xil tipdagi odamlar bo'ladi. Integrator degan tip bo'lib chiqqanmiz. U ham mana integrator kim? Bu xuddiki bir choyxonachi, sharoit yaratgisi, muhit qilgisi kelaveradi. Yana bir qancha tipdagi odamlar bor. O'sha administrator, soqqakash bo'ladi, yoki bo'lmasam tam produktolog bo'ladi. Mana shunaqa o'zi odam o'zini tahlil qilsa, analiz qilsa, o'zini maxsus testlari ham bor. Test qilsa, testni yechsa, aniq bo'lib chiqadi kim u. Afsuski, biz ikkalamiz ham integrator bo'lib chiqdik, o'sha sharoit yaratadigan, muhit yaratadigan. Bizga esa o'sha bizlarni дополнительно qiladigan administrator va продавец yetishmadi. O'sha sotuvchi odam va administrativ hamma narsani operatsionkani tizimlashtirib vaqti-vaqtida qaraydigan odam. O'shanga biz juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldik. Boshida u narsa bilinmadi, sababi ikkalamiz ham juda kuchli motivatsiyadamiz va ikkalamiz ham noldan boshlayapmiz, harakatdamiz. Keyin уже sekin kompaniya quramiz degan niyat bo'lib, jamoamiz kattalashgan sari, mas'uliyat ko'paygan sari, odam ko'paygan sari, ishlar ko'paygan sari, ob'yom kattalashgan sari rostdan ham qiynalishni boshladik. Shunaqa. Lekin bu narsa bitta muhim joyi, uni ham kuchsiz inson qilib qo'ymaydi, meni ham kuchsiz inson qilib qo'ymaydi. Biz ikkalamiz ham kuchlimiz, faqat bitta yo'nalishda, bitta sohada. O'shaning uchun keyinchalik sherikchilik qilinadigan bo'lsa, o'zingizni kuchsiz tomonlaringizni aniqlab, o'shalarni to'ldiradigan kuchli insonni topishingiz kerak deb o'ylayman. O'zi 0119 tushunchalari bor. Gribenyuk aytgandek, bilsanglar 01 odamlar bo'ladi, 19 odamlar bo'ladi. Ko'pincha 01 odamlar 19larni ko'rmaydi. Men 01 odamman. 01 odamlar risk bo'yniga ola oladi. Boshida turib berib, давайте deb boshlab bera oladi, loyihani mas'uliyatini bo'yniga ola oladi va ular zapuskator bo'ladi. Ular 01 bo'ladi. Mana shunaqa qoni qaynagan bo'ladi, energiyasi ko'p bo'ladi. Lekin 01larga 19lar har doim kerak bo'ladi. 19lar administrativ rutin
rutinli ishlarni qila oladigan odamlar bo'ladi. O'sha doimiy bir xilli ishlarni o'tirib qila oladi. Hisobotlar qila oladigan buxgalterlar, finansistlar ko'pincha o'sha 1.9 bo'ladi. Prosta eng yomoni 0.1lar 1.9larni ko'rmaydi. Вот polyasida, zreniyasida ko'rmaydi 1.9larni. 1.9lar 0.1larni ko'rishi mumkin, lekin oldiga kela olmaydi, yaqinlasha olmaydi, qo'rqadi yoki o'ziniki emas deb hisoblaydi. Shuning uchun juda ham muhim, iloji boricha agar siz sherik tanlamoqchi bo'lsangiz, kimdir sizga yordam berib, ustozlar tanlab bergani ham yaxshi yoki o'sha boshida sizga yoqmasa ham ish qiladigan trudogolik odamni olishingiz kerak. Imенно agar siz 0.1 bo'lsangiz, lekin 1.9 bo'lsangiz, siz 1.9 bilan katta biznes qilib, katta kompaniya qura olmaysiz. Sizga 0.1 odam katta ehtimol bilan kerak bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni yaxshilab tahlil qiling, kimligingizni biling va kim sizga kerakligini aniqlashtirib, o'sha odamni qidiring. Iloji bo'lsa, bu kim sizga qidirib bersin. Oila qurishda ham, turmush qurishda ham xuddi shunaqa. 0.1 odam 1.9 bilan yashab keta oladi, 1.9 0.1 bilan yashab keta oladi, lekin 0.1 bilan yashab ketish qiyin. 1.9 bilan yashashi ham mumkin, lekin juda ham zerikarli hayot bo'ladi. Shuning uchun minus plusni to'g'rilab turishga harakat qilish kerak inson. Bu narsalarni bilish kerak. Bu meni birinchi va katta tushungan narsam, mana shu insightim bo'lsa. Endi ikkinchisi, mas'uliyatni berish kerak. Men mas'uliyat berishda juda qiynalganman. Ishonmayman emas, ishonaman. O'zi hamma misol uchun moliyaviy taraflari ham unda turgan. Umuman hech qachon xiyonat qilmagan, hech qachon bizda pul muammosi bo'lmagan, lekin mas'uliyatni berib yubora olmaganman. Menga mana shu doimiy kontrol, doimiy muhim bo'lgan, ko'rib turishim, bilib turishim. Bu aslida har doim ham yaxshi emas. Mas'uliyatni topshirib, xato qilishga ham ruxsat berishingiz kerak. Agar siz shu CEO, основатель, shu asoschi bo'ladigan bo'lsangiz, operatsioniy direktoringizga shu narsani berishingiz kerak. Uni u his qiladi ham. Menda shu katta muammo bo'lgan, mas'uliyatni berib yubora olmaganman. Lekin shu yerda yana bitta narsa, mas'uliyatni faqatgina oladigan emas, mas'uliyatni ko'tara oladigan odamga berish kerak. Sababi mas'uliyatni ko'tara olaman deb o'ylash bilan ko'tara olish va o'sha natijaga javobgarlik hissi juda kuchli farq qiladi. Keyingisi, doimiy o'sish, o'rganish va bir joyda to'xtab qolmaslik kerak. Bu taraflama biz ikkalamizda ham juda katta zo'r tushuncha bor, что ikkalamiz ham umuman bir joyda qotib qolmaganmiz hech qachon. Har doim o'sganmiz, rivojlanganmiz, o'qiganmiz. Nimadir tushunmadikmi, o'sha yo'nalishda ustoz topib, kursi bo'lsa kursini sotib olib, maslahati bo'lsa maslahatini olib, doimo ustimizda ishlaganmiz, rivojlanganmiz. Va bu narsa ham muhim, keyinchalik ham shu narsani ham qilish kerak deb o'ylayman. Bizning o'zi kompaniyamiz qadriyatlaridan biri o'sha o'sish, o'rganish, doimiy rivojlanish bo'lgan. Keyingisi juda ham achinarlisi, lekin haqiqati boshqaruv qonda bo'lar ekan. Baribir ham boshqaruvni o'rgatsa bo'ladimi? Ha, o'rgatsa bo'ladi, lekin boshqaruv o'rgatilganda juda kuchli sistema bo'lishi kerak. O'shanda boshqaruvni eplasa bo'ladi. Ito o'shanda ham 100% bo'lmaydi, 90% eplashi mumkin. Lekin boshqaruv qonida, tabiatida, fe'lida bo'lmagan inson birovlarni boshqarishga qiynaladi. Shuning uchun ming zo'r mutaxassis bo'lishi uni zo'r boshqaruvchi qilib qo'ymaydi. O'sha taraflarini ham sherikchiliklarda inobatga olish kerak. Inson nechta odamni boshqargan, boshqara oladi, qanaqa shu qobiliyatlari borligini ham aniqlashtirish kerak, shunga ham ahamiyat qilish kerak. Sizni oldingizga zo'r mutaxassis kelishi mumkin, prям bo'ladi, prям shikarniy mutaxassis bo'ladi, lekin boshqaruvda kuchli bo'lmasligi mumkin. Bu boshqa skill. O'shaning uchun o'sha narsani ham biz bilishimiz kerak. Biznes bu biznes. Munosabatlarni biznesga aralashtirish kerak emas. Iloji boricha ishdagi insonlar bilan yaqin bo'lib ketish kerak emas. To'g'ri, xabar olish kerak, bilishingiz kerak issig'i sovug'i haqida, lekin yaqin bo'lib ketsangiz yo do'stingizdan ayrilasiz yoki biznesingizdan. O'shaning uchun bu narsa sal ehtiyot bo'ladigan qiyinroq narsa. Men o'zi qarindosh urug' va do'stlar bilan hech qachon ishlamas edim, lekin ishlaydigan insonlarim bilan do'stlashib ketishim mumkinligini bilmaganman. Alhamdulillah do'stmiz, haligacha ham shu do'stlikni ushlab qolishga qaror qildik va ikkalamiz ham bu narsaga harakat qildik. Qilamiz, munosabatlarimizga ta'sir qilmasligini katta insonlardek qabul qildik, qaror qildik va shuni yo'lidamiz. No, ishga bu narsa baribir ta'sir qildi. Bitta narsani tushunishingiz kerak ekan, ishchi bo'ladimi, shu xodim bo'ladimi, siz unga seni yaxshi ko'raman, jonim, asalim, shakarim deganingizda, unda shunaqa his-tuyg'u paydo bo'ladi. Bu inson meni rahbarim, endi kim bo'lsa ham meni yaxshi ko'radi degan tushuncha paydo bo'ladi. Lekin siz uni ishini urishganingizda, o'zini shaxsiyatini emas, ishini, sen mana bu ishni qilmabsan deb urishganingizda,
u insonda bu meni yomon ko'radi degan keyin tushuncha paydo bo'lib qolar ekan. O'sha yerda ikki xillik paydo bo'lar ekan. O'shanga bu juda ham yomon, qiyin narsa. Bu yerda asosan ayb rahbariyatda, rahbarda deb o'ylayman. O'shaning uchun chegaralarni to'g'ri qo'yish kerak, subordinatsiya qilish kerak va ishligi, munosabatligini yaxshilab ajratib olish kerak. Nima qilish mumkin yana? Men o'zimga shunaqa qilib olgan edim oxirgi payt. Soat ertalab 9 dan 6 gacha biz ishdamiz. Ishdagi muammolarni gaplashamiz, ishda urishamiz, so'kishamiz, talab qilib olamiz, lekin 6 dan keyin biz do'stlarimiz ish yig'ishtiriladi va faqat do'stona munosabat bo'ladi. Bir-birimizga yaxshi gapirib, qanaqadir o'sha pozitsiyadan tushamiz deb kelishib olgan edik. Sizlar ham bu narsani qo'llasanglar bo'ladi sheriklaringlar bilan. Yana keyingi tushunganim top lavozimligi o'g'il bolalarni olgan yaxshiroq ekan degan xulosaga keldim. Fakt emas, lekin o'g'il bolalarni ertaga erga tegib ketishi yoki bo'lmasam oila qurgandan keyin ishlamaslik holatlari, vaziyatlari endi baribir homilador bo'lishi bor, boshqa bor, ko'proq bo'ladi. O'shanga risk katta agar top menejmentga ayol kishini olsangiz. Shuning uchun iloji bo'lsa ayol kishi olsangiz ham 30 dan keyin o'sha oilasi, bolasi bor yoki turmushga chiqmagan, lekin 30 dan keyingisi bo'lsa o'sha yerda ehtimoli ham kamroq bo'ladi. No, mana shunaqa odamlarni olganingiz yaxshiroq. Emotsionalnosti kamroq bo'ladi, выдержкасы kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha to'plaga menimcha erkaklarni qarash kerak deb o'yladim. Yana bilmadim, shunaqa fikrga keldim. Keyingi navbatda biza shartnomalarni ham juda yaxshi, juda chuqur qilishimiz kerak ekan. Shartnomada faqat yaxshi kunlar, yaxshi holatlar, yaxshi vaziyatlar emas, chiqish holatlari ham hamma narsa yozilgan bo'lishi kerak ekan. Dushmanlardagi kelishsangiz, do'stlardagi ishlay olasiz. Kerak bo'lsa shartnomada o'sha chiqishda kimni qanaqa ishi, kimni qanaqa vazifasi, kim necha pul nima, hamma narsani yozish kerak. Shtraflarini ham, должностные instruksiyalarini ham, должностные обязанностьlarini ham, reglamentlarini ham shartnomada hamma narsani kiritish kerak. O'zi lekin yana bitta shu yerda masala, agar ish yaxshi qilinmasa, 90% holatda aybdor rahbar bo'ladi. Ishchida ayb bo'lmaydi. Ishchini o'rgatmagansiz yoki reglament tuzmagansiz. Shuning uchun yoki undan siz nima kutayotganingizni u ham bilmaydi, siz ham yaxshi bilmaysiz. Shuning uchun ham muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun biz shartnomani zo'r tuzishimiz kerak va biz albatta o'sha dushmanlardagi kelishib shartnomaga hamma narsani kiritishimiz kerak. Yana tushunganlarimdan biri bu ko'p gaplashish kerak ekan. Juda ko'p gaplashish kerak ekan. Ayniqsa sheriklar bilan nima his qilyapsan, qayerga qarab ketyapmiz, nima o'ylayapsan, ichingda nima his tuyg'ular deb ko'p gaplashsangiz, inshaalloh muammolar ham kam bo'lar ekan va joyida hal qilishni o'rganish kerak ekan. Ko'pincha sheriklarda shunaqa holat bo'ladi yoki siz shunaqa bo'lasiz yoki sherigingiz ichida hamma narsani saqlab, yig'ib yuradi, keyin bittada portlaydi. Keyin u narsa juda katta muammolarga olib keladi. Shuning uchun vaqtida joyida gaplashib olish kerak. Mamta deding, menga yoqmadi, mamta bunaqa ish qilding, menga to'g'ri kelmaydi yoki mamta men bunaqa deb o'ylayapman yoki ertaga men bunaqa qilib yuborasan deb o'ylayapman. Bu yerda kompaniyamiz zarariga olib kelishi mumkin deb joyida gaplashib olingan yaxshi ekan. Keyingisi menga Nilufar juda katta shu ishonchi, shu his tuyg'uni berib ketdi. Bu nima desangiz, men eng yaxshisiga loyiqman. Sherikda ham eng yaxshisiga loyiqman, turmush o'rtog'ida ham eng yaxshisiga loyiqman, kiyimda ham eng yaxshisiga loyiqman, ish joyida ham eng yaxshisiga loyiqman. Shu loyiqlik hissini menga juda katta singdirib ketdi va bu narsaga men juda minnatdorman Nilfardan. Ayniqsa mana shu kiyimimdan tortib, sen bunaqa kiyishing kerak emas, sen kompaniya qurayotgan odammisan, yaxshi narsa kiygin, mana shunaqa deb juda bir поддержка qilib qo'llab-quvvatladi. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi, o'sha kompaniya quraman degan holatingiz bo'lgandan keyin pulingizni hammasini оборотga tikib yuborar ekansizda, o'zingizdan ham ayiydigan joylaringiz bo'lar ekan. O'shanda juda ham bir mana shu поддержкасы meni xursand qilgan va qo'llab-quvvatlashi menga yordam bergan. Keyingisi, деньги можно заработать. Mana shu gapini men juda qattiq eslab qolganman va menga zo'r yordam beradi shu gapi. Любой momentda заработаем derdi. Shu rostdan ham men o'ylayman, pul ishlasa bo'ladi. Tema bo'lsa, xohish bo'lsa, xohlaganischa pul ishlasa bo'ladi. Va to'g'ri sherik tanlansa, o'sha sistema qilinsa, inshaalloh katta pullar ham topiladi. Keyin yana masala va maslahatim sherikchilikda emotsiyalarni kontrol qilish kerak. Menda juda katta shu taraflama muammo bo'lardi. Men emotsionalniy odamman. Emotsiyalarimni kontrol qila olmayman. Unaqa kontrol qilgim ham kelmaydi. Meni tushunchamda kimdirlar upravleniyada mягкий, yumshoq bo'ladi, kimdirlar shu boshqaruvda qattiq bo'ladi. Yumshoq odam o'zidan qattig'i yasashi kerak emas. Urib sindirib o'zidan qattiq qo'l talabchan insonni yasashi kerak emas. Xuddi shunaqa
qattiq qo'l talabchan inson ham birovga yoqay deb yumshoq bo'lishi kerak emas. Men shunaqa tushunchadaman, shunaqa fikrdaman. Lekin aynan shu yerda bizda juda ko'p katta muammolar paydo bo'ldi. Men emotsionalman, baqiraman, chaqiraman, so'kaman, lekin shaxsni yomon ko'rmayman. Shaxsga nisbatan hech qanaqa adovatim yo'q. Faqat qilinmagan yoki qilinishi kerak bo'lmagan ish qilingani uchun urushishim mumkin. Mana shu emotsiyalarim ozgina ko'payib ketgani uchun, o'zimga emotsiyalarimga ruxsat berganim uchun bizda juda ko'p muammolar bo'lardi. O'sha narsani ham men o'ylayman kontrol qilishga harakat qilish kerak yoki o'sha narsaga chidoladigan, ko'z yuma oladigan, bunga oddiy qaraydigan insonlarni yoningizga yig'ishingiz kerak. O'sha o'zingizga mos sizni qabul qila oladigan, sizni ish tizimingizni ko'tara oladigan odamlar bilan ishlasangiz, ikki tomonga ham menimcha yaxshi bo'ladi. Keyingisi, o'zingizlardan, kuchlilardan qo'rqishingiz kerak emas. Menda shunaqa oldin odat bor edi. O'zimdan pastroq yoki o'zim bilan teng bo'lgan insonlarni yon atrofimga yig'ardim. Hozir umuman bunaqa fikrda emasman mutlaqo. Assistentim eng zo'ri, marketologmi eng zo'ri, targetologmi eng zo'ri, video operatorimi bozordagi eng zo'ri. O'sha eng to'plari, eng zo'rlari bilan ishlashga o'zimga ruxsat berganman va kuchlilar meni yana ham kuchliroq qilar ekan degan tushunchaga kelganman. To'plar bilan ishlashni boshlaganman. Mana shu narsani ham o'zingizga singdirib olsangiz yaxshi. Bir xil payt qo'rqamiz-ku, baribir qaysidir lavozimga juda kuchli insonni olishga. O'zini orqasidan komandani tortib ketadi yoki bizni kuchimiz yetmaydi uni eplashga yoki unga pul to'lab bera olmaymiz deb o'ylaymiz. Aslida men o'ylayapman, что o'zini qadrini bilgan inson arzonga ham ishlamaydi. Kuchli bo'lgandan keyin har qatda uni xarakteri ham, dunyoqarashi ham bo'ladi, lekin o'sha kuchi sizga aynan sizni o'stirib berishga, kompaniyangizga ko'proq foyda olib kelishga yordam berishi mumkin. Oxirgi ikkita masalani aytaman. Birinchisi, to'plarni, aynan shu to'p lavozimidagi insonlarni, o'zi umuman insonlarni o'sha rahbariyat urishish kerak emas hammani oldida. Hammani oldida urishsangiz, so'ksangiz, uni obro'si tushadi, hurmati tushadi va u o'zini yomon his qiladi, unda demotivatsiya bo'ladi. Urishish birga bir bo'lishi kerak, maqtash esa hammani oldida bo'lishi kerak. Mana shu narsani men tushundim va shu narsaga juda ham katta rioya qilishni boshladim. Guruhda o'tkazib yuborishmasa urushmayman, lekin lichniy сообщениеda yoki birga bir o'tirganimizda olib kelaman odamlarni. Urishaman, so'kaman. Hammani oldida maqtayman, qilgan ishlarini, yaxshi qilganlarni maqtayman. Yoki umumiy urishishim ham mumkin. Qaramayapsizlar, qilinglar deb, ko'pincha harakat qilaman, что birga bir urishishni, lekin hammani oldida maqtashni. Va eng oxirgisi, eng muhimi, yashashni unutish kerak emas. Dam olib turish kerak. Ish bu, lekin nima uchun o'zi ishlayapmiz, nima qilish kerak, o'sha yaqinlar, do'stlar, o'sha narsalarni ham unutib qo'yishimiz kerak emas. Hayotimizni unutib qo'yishimiz kerak emas. Ish ham bo'lishi kerak, hayot ham bo'lishi kerak. Lekin shu yerda yana bitta moment, aynan shu kompaniya quraman deyotgan bo'lsangiz, sherikchilikni endi boshlagan bo'lsangiz, endi biznes oyoqqa turg'izayotgan bo'lsangiz, kerak bo'lsa 24/7 ishlaysiz, kerak bo'lsa hammadan ham ko'ra ko'proq ishlaysiz. Bu birinchi 1 yili, 3 yili, 5 yili shunaqa bo'ladi. Keyin уже sekin bu narsalar sistemalashtirilgandan keyin, odamlar joy-joyiga qo'yilgandan keyin bag'ringizga shamol tegadi, lekin o'shanda ham baribir ishlaysiz. Shunaqa, xullas, mana shunaqa 16 tami, 17 ta xulosam o'zim uchun yozib olgan edim. Sizlarga ham bo'lishkim keldi. Menimcha juda ham foydali bo'ldi. Endi aytinglar, sizlarning sheriginglar bormi? Qanaqa sherikchilikda ishlaysizlar va sheriginglar haqida, qanaqa sherikchilik boshlaganinglar, qanaqa davom etayotgani haqida izohlarda yozib qoldiringlar. Va bu videoyim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizni storieslaringizda отметка qilsangiz, nimalar o'rganganingizni aytsangiz xursand bo'lardim. Vaqtingizga rozi bo'ling, men minnatdor roziman. Ishingizga omad. Sherikchilik boshlamoqchi bo'lsanglar, boshlanglar. Sherikchilik zo'r. Men ko'nglim sovib qolgani yoki yo bo'ldi, endi faqat o'zim ishlayman degan joyim yo'q. Yana davom etaman, sherikchilikni qilaman boshqa odam bilan, boshqa yo'nalishlarda, boshqada. Yana o'sha muhim narsa, agar sherikchilik bo'lsa, baraka ham bo'ladi. Ikkita inson halol bo'lib sherik bo'ladigan bo'lsa, uchinchi sherigi uni albatta Alloh bo'ladi. O'sha narsani biz unutmasligimiz kerak. Hammalarga rahmat.